Assalomu alaykum. Hurmatli birodar, do'stlarim, yaqinlarim, mehribonlarim, meni tanigan, tanimagan birodarlarim, Yandex kompaniya to'g'risida gapiraman. Tushunmaganimdan gapiraman. Prezidentimga tushuntira olmaganimdan gapiraman. Xullas, oldingi chiqishlarimda men aytdimki, Yandex kompaniyasiga shu haligi narx-navoni noto'g'ri qo'yyapti, kimga ko'p qo'yadi, kimga kam qiladi. Og'ir masalada bu bir tushunmayman. Anaqa o'quvchi bolalardan, haligi xizmat qiladiganlardan, ertalab xizmat qilib boradiganlarga ulardan ko'p pul oladi. Oddix kuni boylardan, oddix kuni, shanba oddix kuni boylardan, haligi o'zini hojasini chiqaradigan balutchilardan, mana shunaqa nimalardan, bozorga chiqib bozor qiladiganlardan kam pul oladi Yandex kompaniya. Shu haqida gapirib, men bilmadim, to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi. Ularga dushman bo'lib qoldim, Yandex kompaniyasiga. Yandex kompaniyasiga men o'yin o'ynadim, 1.200.000 pulni yutmadim. Oradan 2 kun qolganda ras to'xtatib qo'ydi. Yandex kompaniyasi 420.000 pul yutdim. Uni rosa so'radim, anaqada поддержкаga yetdim. Уточним deydi. Хорошо, bu uchun pora ishni sуда deb menga javob beradi-da, nima qilasan уточнить qilib, meni pulimni bergin deyman. Bo'ldi. Keyin haligi men bu Yandex kompaniyasida hali krisa deb chiqdim. Men bu hozirgi anaqani men дорожный anaqaga yo'l harakatida ketayotganimda endi Yandex kompaniyasi yo'ldan razворот qilgin deydi. Yo'ldan razворот qilmayman, shuni oldimda razворот bo'lsa, razворот qilib ketaveraman. Endi to'g'ri, balkim o'sha haligi strelkasi to'g'ri razворот qilganim anaqa zamichaniyalari to'g'ridir balkim, lekin men bu yerga anaqa razворот to'g'riga o'tib, bundan aylanib chiqaman. Razворот mumkin emas degan joyda to'g'ri o'taman-da, qiyshayib to'g'ri nari betiga o'tib ketib, odam u joydan aylanib chiqib yo'lga kirib ketaman. Men unga aqlim yaxshi ishlaydi. Endi o'zimni oqlamoqchi emasman-ku, kecha men bu ikkinchi o'yin o'ynadik. 14-iyuldan 21-iyulgacha 7 kun, bir haftada aniqa 104 ta zakaz olsam 580.000 bonus olaman dedim. O'zingizlar bilasizlar, men qog'ozga yozib qo'yishni yaxshi ko'raman. Mana endi qog'ozga yozdim. 14-iyul kuni 11 ta zakaz oldim. Keyin 15-sida yana zakaz oldim. 16-iyulda 17 ta, 16-iyulda 17-iyulda 15 ta zakaz oldim. 18 ta zakaz oldim. 18-iyulda. Xullas 5 kun ichida men 83 ta zakaz oldim. 104 ta zakazdan 83 olsa 21 ta zakaz qoladi. Bu endi men 18da haligi meni soat 1da 18-iyul 12da men anaqaga qabulini o'chirdim deb bo'ldi. Men undan chiqib ketdim. Chiqib ketgandan keyin u menga anaqa blokirovka qilibdi. Men u yerda chiqqandan keyin домой deb yozdim. Домой deb yozsam, u menga anaqa qizil anaqani qo'yib qo'ydi. O'zi домой o'yga charchadim. Soat anaqa birdan oshganda yonyapti. Hamma yoq yonib ketyapti. Telefonda qizib ketyapti. Odamda chidolmayapti. Anaqa nimam konditsionerim tortmayapti. Anaqa ichi anaqaga parxonaga o'xshaydi, mashinamning ichi. Keyin o'yga deb yozganda u meni to'xtatib qo'ydi. Keyin anaqaga bordim, ofisga borib yetdim. Men mana shunaqa qizil qilib qo'yibdi, ko'rib
hozir dedi anaqa yarim soat ochadi dedi. Ochmadi. Undan keyin kechgacha yana poyladim. Ochmadi. Ertasi kuni ertalab anaqa telefon qiling, samandar aytdi. Ertalab azonda telefon qilsangiz men aytib qo'yaman, anaqa ochaveradi dedi. Ertalab shundan ikkita zakazni bugun bilan ertaga 21 ta 10 ta bugun o'zida 15 ta zakaz qilib qo'yadigan bo'lsam, ertaga zakaz qilib, tamom qilib 580 ming pul yutardim. Hammamiz pulga chiqamiz. Haligi Krisa deganim, haligi prezident anaqasi, prezident dushmani, prezidentga bir-birini qo'yib qo'ygan haligi xodim bor dedim. Anaqaga Yandex kompaniyasining rahbari bo'lsa, men bilan gaplashsin dedim. Yandex kompaniyasining rahbari men bilan gaplasha olmadi, chunki u chiqmadi, mensimadi. Bular o'yin o'ynashyapti. Hozir meni aybdor qilyapti. Ertaga men anu bilaman, bu anaqa kitobda yozilgan. Oldin mana shunaqa anaqa odamlarni qo'rqitib, bir anaqa ular o'zini borligini bildirib, men Yandex kompaniya bu himoya qilmayapti. Kimnidir menga anaqa bilaman o'rgatayotgan yo'q. Menga anaqa men bilan gaplashsin deb anaqa podderskada yozyapman. Men bilan gaplashsin u. O'sha xodim bo'lsa, anaqa prezidentni Krisasi, prezidentga bulbulini qo'yib qo'ygan xodim men bilan gaplashsin deyapman. Yandex kompaniyasini agar rahbari bo'lsa, men bilan gaplashsin deyapman. Voy tavba qiling. Hammasi kut, gaplashishga qo'rqadi. Nimaga qo'rqadi tushunmayman. Endi men aytamanki, mana Yandex kompaniyasida ishlaydigan haligi viloyatdan kelgan o'rtoq bo'lib ketdim. Ko'plarim bilan 3 yil ichida o'rtoqlarim ko'p, bir-birimiz bilan gaplashamiz. Haligi ofisga borganda haligi qat'asiz Qashqadaryo, Buxoro hammasi bilan gaplashamiz. Prezidentimizga qarang, bizga sharoit qilib qo'ydi, qanday yaxshi yo'llarni qarang, zo'rligini deb ular bilan aniqa klientga aniq e'tiborli bo'ling, klient bilan yaxshi ishlang, klient bizani boqadigan klient deb aytaman deb o'zimiz harakat qilamiz. Biza shoferlar endi bu haligi o'tadigan haligi nima bor-ku, Krisa bor-u, u klient bilan bizani urushtirib qo'yapti. O'rtadagi bir mana shu xodimlar bor, telefonni olib tashlab, ular bizani urushtirib qo'yapti. Bir-birimiz bilan gaplashtirgani qo'ymayapti. Bular hozirgi anaqasi aqli ishlayotgan joyi nimada deb o'ylayman. Bular nima qilmoqchi haligi mana endi hozir mana klient agar jalba qilsa, anaqa bu aybdor qilib, undan anaqa jarima olmoqchi bular. Hozir menga yalintirib mana soat hozir mana qarang mana soat o'g'ida 4 bo'lyapti, 5 ta kam 4. O'sha soat 4 bo'lsa, kechadan beri men nimamni ochib berdim, anaqa liniyani bekitib qo'ygan. Ertaga bir kunda men 21 ta zakaz qilish menga og'ir bo'ladi. Lekin uni qilsa bo'ladi, mana shunaqa. Nima demoqchiman? Prezidentimiz ham ularning yonini olyapti. Bizga qaror chiqarib bermayapti. Agar qaror chiqarib bersa, g'iybat tuhmatga biz ularni sudga berardik, uni kimligini bilardik. Kim bizga? U menga ko'rsatib bersin, haligi jalb qilgan odammi, haligi yozadi-ku, mana men bu noto'g'ri, bu noto'g'ri deb yozganlarini, mana senga kelgan ответim. Lekin unaqa odam ko'rayotganim yo'q deydi. Meni o'tirganimda u Yandex nari betiga olib kelib qo'yadi-da, bu betida bo'ladi. Endi bu meni aybim emas-ku. U aytadiki, men kelgan deydi-da, o'zi zakazni olsa, o'yini orqasiga olib boradi u. Keyin men mashinalar ko'p, hamma yoq mashina qo'yib tashlagan, uni oldiga kirib bora olmayman. Har xil anaqa vaziyat bo'ladi. Buni men bu ayb qidirayotgan to'poy bilmaydi. Biz pul ishlagani chiqamiz.
daromad qilgani chiqamiz. Biz unga отказ qilgani chiqmaymiz. Uni отказ qilib men qayerdan topaman uni? O'shaning uchun aytamanki, uchrashtirgan, gaplashtirgan, yengillik bo'lsin, senga ham yaxshi bo'lsin, menga ham yaxshi bo'lsin, klientga ham yaxshi bo'lsin desa, haligi tupoy Yandex kompaniyasini anaqasi boshqaruvchi O'zbekistonda bordir, boshqaradigan odam Yandex kompaniyasi. Mana bilan uchrashmaydi, dardini bilmaydi, ayblarni bilmaydi, qaysi narsalarni. Ani tupoy menga yana mamlaqa 2 kun qolganda meni anaqamni shuncha harakatimni. Shunda men hozir 104 ta bo'lsa, 5 kunda 83 ta zakaz qildim. 21 ta zakazim qoladi. 21 ta zakazni o'ynab kulib bemalol 10 ta, bir kun 11 ta, 15 ta qilsam, bir ertasi kuni 5 ta 6 ta qilaman, shu bilan bitardim. Bugun endi kunim o'tib ketdi mana. Bugun 19-iyul 18-iyulda arz qildi. 19-iyul ertaga oxirgi kuni. 21 tasini men zakaz bajara olmayman. Bu endi haligi iflos odam nega o'zini oqlay olmaydi? Bitta men bilishim shart emas. Buni uni ota-onasi biladi, bolalari biladi, oshna-og'aynilari biladi. Buni iflosligini. Men senga aytaman, sen iflos nega ota-onangga la'nat keltirasan? Sen iflos nega prezidentimizni tinchini buzasan? Sen vatan xoinisan. Sen Yandex dushmanisan. Yandex kompaniyasi menga chaqirganda oldida o'tirib dushmanligini hammasini isbotini qilib berardi. Mana shunaqa nima deyman? Seni men o'g'lim deb gapira olmayman. Vatanni himoyachisi deb gapira olmayman. Odamlarni o'ylaydigan insonsan deb bilmayman. Men xizmatkorman. Odamlarni uyiga borib qo'yaman, uzog'ini yaqin qilaman. Sen men xizmatimni qadriga yetmading. Iflos odamsan. Senga ming la'nat. Bolalaringni umuman rohatini ko'rmagin. Allohu akbar.